Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi chiroyligina, ixchamgina darvozamizni o'z o'rniga olib kelib, o'rnatib ustonatka qilib berdik. Bu darvozamizning manzillari Andijon viloyati, Andijon shahariga olib keldik. Bunga ishlatilgan materiallarga kelib to'xtalsak, darvozani ikkala yoni 10 ga 5 shiveldir, past tomoni ham 10 ga 5 shiveldir. Tepa tomoni 10 ga 10 brus profildan foydalanilgan. Oldi 1.8, orqasi 1.5 listdan foydalanilgan. Ranglarga kelsak, ranglari mokro asfalt xammer kraskadan ishlatilgan. O'ziga yarashgan mana 5 ga 3 profildan o'chkalargacha qo'yib berilgan. Nerjevenkalarga kelsak, nerjevenkalari o'sha rangiga moslab turib, qora nerjevenka qilib berilgan. Alyumin gullariga e'tibor berasizlar. Alyumin gullari o'sha zakazga binoan. Bu alyumin gulli ham juda ko'p turi ko'p. Xudo xohlasa qaysi birdan deysa qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha olib borib o'rnatib ustonatka qilishlaringiz mutlaq bepul. Darvozamiz razmerlariga 2.35 eniga bo'lgan, 2.65 bo'yiga bo'lgan. O'ziga yarashgan nihoyatda chiroyli chiqdi. Zamoqlarga kelsak, zamoqlari o'sha skromniy xizmat qiladigan zamok. Ko'rishingiz mumkin. Orqa tomonchi deganlarga orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlari ham tekis, nihoyatda chiroyli chiqqan. Hech qanaqa bir defekt boshqasi yo'q. Xudo xolasa xonadon egalariga juda chiroyli qilib yoqtirib oldik. Kaltkamiz 85 sm bu tomonga ochiladi. Sentr zamok. Mana bu pinotgan sentr. Qanotlarimiz ochilishi hozir bu tomonda girandi bosgan ekanlar, aka ozgina ko'tarilib qolgan ekan, o'sha ertaga ustalar kelib to'g'rilab beradi dedilar. Sizlar ko'rishingiz mumkin. Qanotlarimiz ochilishi. Xudo xolasa agar ishlarimiz ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Aytib o'tganimdek, O'zbekistonning har bir hududi Andijondan tortib Qoraqalpog'istongacha dastavkalarimiz bor. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham dastavkalarimiz bor. Olib borib o'rnatib ustonatka qilib beramiz. Mana darvozamiz nihoyatda chiroyli chiqqan.